Sovet davrida shunaqa qori degan nomni olgan narkomanlar bo'lgan. Ular qoridan asar emas ular. 10 ta surani yodlasam qori degan nomni olgan. Ular qori emas hech qachon. Qori 30 porani mana bunaqa mehrobda o'tadigan haqiqiy inson, haqiqiy olim qori bo'ladi. O'zi qora dori ichadiganlarning ko'zidan ma'lum bo'ladi. Modomiki namoz o'qiydi, harom hadisga farqiga bormaydimi, demak uning namozi unga hech qanaqa ta'sir qilmaydi. Qanchasini biz Xo'ja Abdurrahmonda yurganimizda mazorni oldida shu otasini qabrini, onasini qabrini olib kelib, o'sha ukol ustida o'sha qabrning ustiga dumalab yotib qotib o'lganlarni ko'rdik. Imorat quradi, balki masjid quradi, balki madrasa quradi, obro' olish uchun. Lekin nimani pulidan desa, ana shu harom ishlarning pulidan. Farzandlar katta qiladi. Ana shu farzandlarni ko'rsangiz ekan, hammasi yo narkoman, yo mana shunaqa badbaxt bo'lib ketgan. Mazlumni garchandiki kofir bo'lsa ham zulm qilmagin. Chunki u bilan Alloh o'rtasida parda bo'lmaydi deganlar. Mazlum emasmi ular? Farzandlarning aybi nima? Yo ota-onalarning aybi nima? Yo ayollarning aybi nima? Albatta ular duoibat qiladi. Ayrimlar mana shunaqa chilimlarni go'yoki arablar ichadi, biz ham ichsak nima bo'ladi degan xom xayollar bilan qiladi-da. Arablarni kim aytdi? Arablarning hozir ko'p qismi xristianga aylanib ketgan. Bir kun bir taksida yursam, sen qayerdansan dedi. Arab. Aytdim, sen Imom Moturiddinni taniysanmi? Tanimayman dedi. Imom Buxoriyni taniysanmi? Tanimayman dedi. Chunki men musulmon emasman dedi. Shundan bildimki, demak u musulmon emas. Arab bo'lishi mumkin, lekin u musulmon emas. O'shaning uchun dindan qaytgan yoki xristian, masihiy bo'lgan arablar kammi hozir? Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taologa hamd va sanolar aytamiz. Rasul akram sallallohu alayhi va sallamga durud va salovatlar aytamiz. Alloh taolo barchamizni qilayotgan ibodatlarimizni, zikr va tasbih va tahlillarimizni Alloh dargohida husn ijobat aylasin. Uzoq yaqindan Allohning baytiga Alloh farz qilgan juma namozini ado etaman deb poy tahorat, ixlos va muhabbat bilan bosib kelgan har bir qadamlarimizga Alloh ajr va savoblar bitgan bo'lsin. Bugungi ma'ruzamiz giyohvandlik og'ir gunoh degan teziz asosida bo'lar ekan. Hurmatli jamoat, umr Alloh taolo bandalariga bergan katta ne'mat va imkoniyatdir. Ayniqsa bugungi dunyoning turli nuqtalarida notinchliklar, urush janjallar va tahlikalar avj olgan bir vaqtda bizga berilgan bu tinchlik va xotirjamlik ne'matining qadri yanada balanddir. Tinchlik bo'lgan joydagina xotirjam ibodat qilish, farzand tarbiyalash, ezgu ishlar bilan mashg'ul bo'lish imkoni bo'ladi. Shu bois bu osoyishta kunlarning qadriga yetib doimo shukrda bo'lishimiz lozim bo'ladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladiki, agar bergan ne'matlarimga shukr qilsangiz, albatta ularni ziyoda qilurman deb Alloh Ibrohim surasida marhamat qiladi. Biroq inson mana shunday tinch va farovon hayotning qadriga yetmasdan, o'z sog'lig'i va aqliga zavol yetkazuvchi giyohvandlik kabi illatlarga mubtalo bo'lishi berilgan ulug' ne'matlarga nisbatan noshukrlikdir. Dinimiz insonning e'tiqodi, joni, ruhi, molini muhofaza qilgani kabi uning aqlini ham himoya qiladi. Buning ustiga inson ibodatlarni ado qilish uchun komil aqlga ega bo'lishi kerak. Giyohvand esa o'z ixtiyori bilan aql va hushini yo'qotadi. Ham jismonan, ham ma'nan yaroqsiz holga keladi. Giyohvand modda qabul qilgan kishi Alloh taoloni unutadi. Jinoyatga qo'l urish ehtimoli katta bo'ladi. Dinimiz asoslariga ko'ra giyohvand moddalar qabul qilish qat'iyan haromdir. Giyohvand moddalarni qabul qilish qat'iyan haromdir. Mana shunaqa ayrimlar,
xususan namozxonlar ichida ham ana shunaqa holatlarni uchratib turamiz. Ayrimlar o'zlarini qilayotgan ishlarini xaspo'shlash maqsadida go'yoki bizni ota-bobolarimiz ko'nor yegan, ko'nor ichgan, qoradori ichgan degan gaplar bilan eshitamiz. Bu bahonalar ketmaydi. Hech kim ota-bobolarimizni, ajdodlarimizni katta avliyoulloh bo'lgan muhaddis, qori, qurrolarni bunday nashavand deyishga haqqi yo'qdir. Bu illat Sovet davridan keyin kelib kelgan. To'g'ri, tabiblar o'sha narsalardan dori qiladi, u dori qiladi. Dori qilish maqsadida. Lekin hozirgilar biz davolaymiz, go'yoki dori uchun ichamiz deydiganlar ko'payib qoldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrlarida ham bir kishi shunaqa degandi. Men davolanish uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar. Alloh harom qilgan narsaga davo qilmagan. Balki u davo emas, u kasallikdir deganlar. O'shaning uchun hech qachon bizni ota-bobolarimiz, haqiqiy ajdodlarimiz bunaqa harom narsalarga fatvo ham bermagan. Ular mana bunaqa, bular aytgandek, Sovet davrida olgan ayrim filmlar dinni masxara qilish, mana shunaqa holatlardan go'yoki ko'rib, go'yoki musulmonlar hammasi mana shunaqa nashavand bular. Faqat qoradori bilan yuradi yoki har narsalar ko'nor ichib yuradi deydiganlar xato qiladi. Chunki u din yo'q degan davrda yozilgan filmlar ular. Ya'ni musulmonlarni, bizni an'analarimizni ustidan kulib o'sha tasmada yozilgan kinolar. Hech qachon biz musulmonlarni mana shular deb biz ibrat olmasligimiz kerak. Chunki tarixdan qarasangiz, tarixdan qanchadan qancha sohalar bo'lgan bo'lsa, rivojlangan mamlakatlar hatto ana shu bizni ajdodlarimizni yozgan kitoblardan foydalanib ular rivojlanib ketgan. Hech qachon mana bunaqa sandalini ustiga o'tirib olib, qoradorini ichib olib, go'yoki bu Sovet davrida shunaqa qori degan nomni olgan narkomanlar bo'lgan. Ular qoridan asar emas ular. 10 ta surani yodlasam qori degan nomni olgan. Ular qori emas hech qachon. Qori 30 porani mana bunaqa mehrobda o'tadigan haqiqiy inson, haqiqiy olim qori bo'ladi. 10 ta surani yodlab olib o'zini qori chiqarib yoki bir pora, 2 pora yodlab olib o'zini qori chiqarib xohlagan ishini qiladigan ish emas bu. Bittasi kelyapti kecha, qori aka dedi, men sizga o'qib beraman dedi. Men aytdim, hozircha vaqtim yo'q desam, mana shogirdimga alib bir marta o'qib bersam, men keyin mehrobga namoz o'qib beraman dermish. Bu nima bu? Mehrob o'yinmi sizlarga? Ana shunaqa holatlar hozir hayron qolaman. Dinimiz insonning e'tiqodi, joni, ruhi, molini muhofaza qilgani kabi uning aqlini ham himoya qiladi. Buning ustiga inson ibodatlarni ado qilishi uchun komil aqlga ega bo'lishi kerak. Giyohvand esa o'z ixtiyori bilan aql va hushini yo'qotadi. Ham jismonan, ham ma'nan yaroqsiz holga keladi. Giyohvand modda qabul qilgan kishi Alloh taoloni unutadi. Jinoyatga qo'l urish ehtimoli katta bo'ladi. O'zi qora dori ichadiganlarning ko'zidan ma'lum bo'ladi. Boshqalarni bilmayman, men juda sezaman unaqalarni. Ayniqsa o'sha qora dorini iste'mol qilganlarning, narkomanlarning ko'ziga shunday qarasa o'zi ma'lum bo'lib qoladi. Ko'zini sizga tiq boqolmaydi ular. Boshqalar ham balki bilar. Gapirsa xuddi ana u kayfga nima qilib gapiradi. Ayrimlar kelib namoz ham o'qiydi. Qora dorini ichib. Men aytaman, Alloh harom qilgan narsa, harom narsa bilan Imom Termiziy rahimahulloh sunanlarda rivoyat qilgan hadisda kiyimi najosat,
taom yeyayotgan taomi najosat, duo qiladi, Alloh Alloh deydi, ijobat qayerdan degan, ijobat qayerdan bo'lsin degan hadis sharif bor. Imom Termiziy sunanlarida. O'shaning uchun modomiki biz luqmamizga qarayotgan ekanmiz, luqmamiz harommi? Allohdan bir narsa umid qilmaylik. Alloh harom qilib qo'ygan narsani qanday biz Alloh qilma degan ishni qilib turib, yana Allohdan bir narsa umidimiz ham bor. Rasululloh aytibdilar. Duosi ijobat bo'lmaydi bunaqalarni deyaptilar. Chunki inna solata tanha anil fahsha'i wal munkar. Namoz insonni fahsh ishlardan, munkar ishlardan qaytarishi kerak. Qur'oni Karim turibdi. Modomiki namoz o'qiydi, harom hadisga farqiga bormaydimi? Demak, uning namozi unga hech qanaqa ta'sir qilmaydi. O'zini ibodatli ko'rsatib, qancha kishilarni postiga kirib, terisidan joy olib, qancha kishilarni uxlatib ketganlar kammi? O'zini ibodatli, juda taqvoli ko'rsatib. Har bir odamning niyati mana bu xatti harakatiga o'zi bilinib qoladi, nima qilayotganligi. Nima uchun bir narsani bir joydan olib boshqa joyga qo'yyaptimi? Uni xatti harakati, niyati xolismi, xolis emasligi o'zi xatti harakatdan bilinib turadi. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi. Astag'izu billah. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maysiru wal ansabu wal azlam rijsun min amalish shayton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sadaqallohul azim. Ey iymon keltirganlar, albatta xamr, mast qiluvchi ichimliklar, qimor, but sanamlar, fol ochadigan cho'plar shaytonning ishidan iborat ifloslikdirki, undan chetlaning, shoyat shunda najot topsangiz deb Alloh Moida surasida marhamat qiladi. Giyohvand moddalar islom ummatiga harom qilinishining sabablaridan biri ularning nopok ekanidir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning vazifalaridan biri toza pok narsalarning halolligi va nopok zararli narsalarning haromligini bildirish ekani shunday bayon etilgan. Ya'muruhum bil ma'ruf va yanhahum 'anil munkar va yuhillu lahumut tayyibati va yuharrimu 'alayhimul khaba'is. U payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ularni yaxshilikka buyuradi, yomonlikdan qaytaradi. Pok narsalarni halol qilib, nopok narsalarni ularga harom qiladi deb Alloh A'rof surasida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni sifatlarini gapiryaptilar. Rasulullohning sifatlaridan bittasi demak yaxshilikka buyurib, yomonlikdan qaytarishidir. Bu masjid choyxona emas. Ayrimlar jumada mana ma'ruza qilyapmiz, tashqarida mana gapirib o'tiribdi. Choyxonaga borib gaplashib o'tiringlar. Masjidga kelgandan keyin ma'ruzani eshitish kerak. Boshqa joylarda bunaqa ma'ruzalar qilmaymiz-ku. Juda kam vaqt bo'ladi. Haftada bir marta juma bo'ladi. Mana shunda bir oyat hadislar aytamiz. Shunga ham ayrimlar loqayd, umuman eshitmaydi. Tashqarida ko'zingizga qarab bemalol gaplashib o'tiribdi. Biz yurgan mana hozirgi Misrda shunaqa bog'larning ichida kechalari soat 11 dan o'tib yosh farzandlar 20-30 atrofida kelib dumalab yotadi hammasi. Biz hayron qolamiz, nima uchun bu dumalab soat 3-4 gacha shunaqa dumalab yotadi desak, shunaqa tabletkalar chiqqan ekan. Ana shu tabletkalarga mubtalo bo'lgan bolalar, farzandlar. Ular ish qiladimi hayotda? Hayotda farzand boqa oladimi ular? Yo'q. Ular faqat kechasi o'sha soatni kutadi. Hatto Turkiyalarda shunaqa holatlarni ko'rdik. Taksistlar
yosh farzandlari 8-9 ga kirgan yosh farzandlarini shu savdoga qo'ygan. Taksis o'zi, taksi haydaydi. O'sha qaysi klienti bo'lsa, qayerga qo'yish kerak bo'lsa, shu farzand olib borib qo'yar ekan. U qo'lga tushsa, javobgarlik yo'q. Bilmayman, u o'ynab yuribdi deb aytar ekan. Lekin o'zi aslida ota qilar ekan bu ishni. Yosh farzandlarni ishlatib. Bu farzandlar katta bo'lsa nima bo'ladi? Ularni iste'mol qilayotganlar nima bo'ladi? Qanchasini biz Xo'ja Abdurrahmonda yurganimizda mazorni oldida shu otasini qabrini, onasini qabrini olib kelib, o'sha ukol ustida o'sha qabrini ustiga dumalab yotib, qotib o'lganlarni ko'rdik. Bu jamiyat undan qanday manfaat topishi mumkin? Hech kim manfaat topmaydi. Birinchi bo'lib ota-onasini pichoqsiz o'ldiradi bunaqalar. Ikkinchi bo'lib ayolini, keyin oilasi, farzandlarini hammasini sarson qiladi. Lekin mana shu ishlarni bilan shug'ullanib, foyda topib, o'z farzandlariga yedirayotgan badbaxtlar nima qiladi deysiz? Bilamiz mana shunaqa oilalarni. Lekin o'shalarni farzandlarini birontasi hammasini Xudo urgan. Chunki ular topgan pullarni hammasini nimaga bergan? Kimlarnidir yostiqlarni quritib shularga olib kelib beryapti. Imorat quradi, balki masjid quradi, balki madrasa quradi, obro' olish uchun. Lekin nimani pulidan desa, ana shu harom ishlarning pulidan. Farzandlar katta qiladi. Ana shu farzandlarni ko'rsangiz ekan, hammasi yo narkoman, yo ana shunaqa badbaxt bo'lib ketgan. Baribir jamoatning duosi bor. Kim ularni duo qiladi? Mana shu meni erimni yo farzandimni, meni bolamni mana shu kuyga solganlarni uyi qursin deb kim aytmaydi? Baloga giriftor bo'lsin deb kim aytmaydi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislari bor. Mazlumni garchandiki kofir bo'lsa ham zulm qilmagin. Chunki u bilan Alloh o'rtasida parda bo'lmaydi deganlar. Mazlum emasmi ular? Farzandlarning aybi nima? Yo ota-onalarning aybi nima? Yo ayollarning aybi nima? Albatta ular duoibat qiladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar. Imom Abu Dovud rivoyat qilgan hadisda. Naha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam an kulli muskirin va muftir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam har qanday mast qiluvchi, badanni bo'shashtiruvchi va susaytiruvchi narsalarni iste'mol qilishdan qaytardilar. Imom Abu Dovud rivoyat. Hozirda ayrim yoshlar orasida turli psixotrop dori vositalari iste'moliga odatlanish holatlari uchramoqda. Vaholanki bu dori vositalarida giyohvand moddalardagi kabi o'ziga o'rgatib qo'yish xususiyati bor. Tabiiyki bu giyohvandliklarning yangicha ko'rinishi paydo qiladi. Ibn Umar radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Kullu muskirin khamr va kullu muskirin harom." Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda har bir mast qiluvchi narsa xamrdir. Har qanday mast qiluvchi haromdir dedilar. Ayrimlar shunaqa dori desa, xo'p, u kayf bermasa nima uchun ichasiz? Ayrimlar shuni choyga qiyos qiladi. Choy ichasiz-ku deydi. Xo'p, choy u dori u. Choy insonning badaniga, sog'lig'iga, u salomatligiga foydali. Birinchidan. Ikkinchidan, choy hech qanaqa biron kishi choy ichib mast bo'libdi degan gapni eshitganmisizlar? Choy hech kimni mast qilmaydi. Mumkin davlingni ham tushirib yuborishi mumkin, yoki ko'tarib yuborishi mumkin agar formil choy bo'lsa. Lekin mast qilibdi degan gap yo'q. Lekin bu narsani shu dozasi ko'payib qolib, yuragi dosh bermay o'libdi degan gapni eshitganmiz lekin. Sal ko'proq iste'mol qilsa o'ladi u. Shunaqa holatlarni eshitgansizlar ham. Imom Dorimiy rivoyat qilgan hadisda la'nul mu'min ka qatli va man qatala nafsahu
بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة. Mu'minni la'natlash uni o'ldirishga o'xshaydi. Dunyoda kim o'zini biror narsa bilan o'ldirsa, qiyomatda o'sha narsa bilan azoblanadi dedilar. Imom Dorimiy rivoyat. Alloh taolo bandalariga mehribon bo'lgani uchun ham ularga zararli bo'lgan narsalarni man qilgan. Banda shu chegaradan tajovuz qilsa hamda man qilingan narsalardan saqlanmasa, o'ziga va boshqalarga zarar yetkazadi. Giyohvandliklarning zararlari behisobdir. Giyohvandlik yetkazadigan zararlar inson jismini qanchalik xarob, barbod qilsa, xuddi shuningdek shaxs va jamiyatning mol mulkiga va boyligiga ham mislsiz zarar yetkazadi. U tinch totuv oilalarni buzib, bolalarni yetim qiladi. Qashshoqlik va muhtojlikka olib keladi. Oxir oqibat kasallik, qamoqxona yoki o'lim bilan yakunlanadi. Shuni ham ta'kidlash kerakki, hozirda ayrim yoshlar o'rtasida avj olayotgan chilim, elektron sigaret chekish odati ham shariatimiz tomonidan qat'iy qoralanadi. Chunki ushbu odat inson salomatligiga zararli, hatto insonni halok qiluvchi ekani, rak va boshqa xavfli kasalliklarga sabab bo'lishi tibbiyot tomonidan isbotlangan. Ayrimlar mana shunaqa chilimlarni go'yoki arablar ichadi, biz ham ichsak nima bo'ladi degan xom xayollar bilan qiladi-da. Arablarni kim aytdi? Arablarning hozir ko'p qismi xristianga aylanib ketgan. Nomi musulmon, lekin umuman ixlos degan narsa yo'q. Keyin ko'p qismlari salafiyga aylanib ketgan, ilmsizlikdan. Ayrimlar boshqa toifaga kirib ketgan. Arab hech qachon, arab millat deganda bu islomni biz ulardan hech qachon taqlid qila olmaymiz ularga. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: qiyomat kunida ummatim deb chaqirib olaman, lekin o'rtada farishtalar tushib ularni havzi kavsardan man qiladi degan sahih hadis bor. Shunda men aytaman, ey farishtalar, bular ummatim deganda, ya Rasululloh, siz bilmaysiz, bular sizdan keyin nima qilganliklarini bilmaysiz deganda, suhuqon deganlar. Unda Allohning rahmatdan uzoqlashsin unaqalar deganlar. Bular kimlar deganda mufassirlar tafsir berganlarki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hayotlaridan keyin ridda urushi bo'lgan. Dindan qaytib ketish, murtadlik avji olgan Hazrati Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu davrlarida. Din faqat Makka va Madina va Bahraynda qolgan. Qolgan ko'p joylar islomda ayrimlar namoz bilan zakotni o'rtasida farqlagan. Namoz o'qiymiz, zakot bermaymiz deb chiqqan. Mana shunaqa holatlar bu ridda urushidan boshlangan. Hozirgi kungacha davom etib ketyapti. Bir kun bir taksida yursam, sen qayerdansan dedi. Arab. Aytdim, sen Imom Moturiddinni taniysanmi? Tanimayman dedi. Imom Buxoriyni taniysanmi? Tanimayman dedi. Chunki men musulmon emasman dedi. Shundan bildimki, demak u musulmon emas. Arab bo'lishi mumkin, lekin u musulmon emas. O'shaning uchun dindan qaytgan yoki xristian, masihiy bo'lgan arablar kammi hozir? Hamma davlatlarda bor. Hatto qanchasi Amerika yoki Yevropaga o'tib ketganlar, boshqa dinga o'tib ketgan. Eng achinarlisi shundaki, giyohvandlik illatiga giriftor bo'lgan kimsalar topgan pulini harom ichimlik va giyohvand moddalarni sotib olish hech ayamaydilar. Bor molu dunyosini, mashinasini, uyini, hatto kiyimini ham sotib yuborish darajasiga yetadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislari bor. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu rivoyat qilingan hadisda: "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa zalika ad'afu al-iman." Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda: sizlardan kim yomon, munkar ishni ko'rsa, uni qo'li bilan o'zgartirsin. Agar unga qodir bo'lmasa, tili bilan qaytarsin. Tili bilan ham monelik qila olmasa, unda qalbi bilan qaytarsin. Ana o'sha iymonning zaifligidir dedilar. Imom Muslim rivoyat.
Demak, ushbu hadisi sharifga binoan giyohvandlikka qarshi kurash hammamizning burchimizdir. Bu qabih ishni bilgach, o'zini, oilasini, yaqinlarini, butun insoniyatni va kelajak avlodlarni o'ylagan har bir kishi giyohvandlikka qarshi kurashda faol bo'lishi zarur. Quyida giyohvandlikning salomatlikka, jamiyatga zararlarini sanab o'tamiz. Birinchisi, salomatlikka zararlari: asab tizimining buzilishi, aqliy va ruhiy iztirobga tushishi, jigar va buyrak kasalliklari, immunitetning zaiflashishi. Ijtimoiy zararlar esa oilaning parokanda bo'lishi, jinoyatchilik darajasining oshishi, ishsizlik, qashshoqlik, oilaviy zo'ravonlik. Ushbu zararlar islom shariatining giyohvand moddalarni harom qilganidagi hikmatini tasdiqlaydi hamda ularga qarshi barcha mumkin bo'lgan vositalar bilan kurashish zarurligini ko'rsatadi. Demak, biz Alloh taolo bekordan bekor bir narsani harom qilmaydi. Qaysi bir narsani Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yoki Alloh taolo Qur'onda harom qilganmi, albatta uning hikmati bo'ladi. Biz bilmagan qanchadan qancha hikmatlar bo'ladi. Alloh taolo barchamizni mana shunday Alloh harom qilgan narsalardan o'zimizni tiyib, oilamiz, jamiyatimizni muhofaza qilishlikka har birimiz hissamizni qo'shib yurishimizni Alloh taqdiru nasib aylasin.